Assalomu alaykum. Men Toshkent Gumanitar fanlar universiteti rektori dotsent Jumanazar Saliyevich Saburov bo'laman. Butun O'zbekiston ayol qizlariga 8 mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bizning universitetimiz ishchi xodimlarining 70% ayol qizlar tashkil qiladi. Ayol qizlarimizni hayotdagi, mehnatda, ish o'rnida juda faoldirlar. Ular 2023-2024 o'qish yilidagi Toshkent Gumanitar fanlar universiteti talabalar tomonidan tayyorlangan talabalar teatr studiyasi natijasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasidagi barcha davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida o'tkazilgan spektaklda ham asosan yoshlar, talabalar, ayol qizlar bo'lgan. 2025-yil 24-27 fevral kunlari Malayziya va Indoneziya davlatining milliy kurash turi bo'lgan sport yo'nalishi bo'yicha Toshkent shahridagi Jar sport majmuasida Toshkent Gumanitar fanlar universiteti rektori xalqaro kubogi o'tkazildi. Bu kubokda ham qatnashgan asosiy ishtirokchilarimiz ayol qizlar va ularni nufuzli birinchi, ikkinchi o'rinlarni ham egallashda ularning hissalari juda katta bo'ldi. Men butun O'zbekiston xalqini, jumladan ayol qizlarini Xalqaro xotin-qizlar bayrami 8-mart bilan yana bir bor tabriklayman. Ularga kelgusi hayotlarida, ijodlarida juda muvaffaqiyatlar tilayman.